Ha, sabzining narxini eshitib, hali ham o'zimga kelolmayapman. 14 mingga. Zamonginamning zayliga boshim eksam bo'lmasmi? Kartoshka, piyoz demay, sabzi eksam bo'lmasmi? Ey, bozordagi hangoma bugun ajib sharhlandi. Ey, bir qop sabzining narxi 1,5 million narxlandi. Endi sabzi ekkanlar omadini ovlashar. Yer ostidan sabzi emas, oltin qoziq kavlashar. Ey, bo'ydoq yigitlar biroz g'amda qolishar endi. Kalishlarning ichiga bodring solishar endi. Ey, bozordan qaytgunimcha nima desam deb keldim. Kecha nahoriga borib, besabzi osh yeb keldim. Qoyil, qaydan to'qading buni? Mana shu sabzining narxi menga ilhom bag'ishladi.